Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana yangi stoykalarimiz. Hozir bularni hammasini bir vositadan narxi bilan stenkalari, qalini, yupqasi, arzoni, qimmati qilib ko'rsatamiz. Manzilimiz bu Taxta bozori bo'ladigan bo'lsa, shuni ro'parasi. Habib Temir Gullar. Mana shu do'konimiz. Xo'p, akalar, endi bir boshdan arzonidan boshlaydigan bo'lsak, mana bu stoykamiz 32 lik hisoblanadi. 18 ming so'm narxi beramiz. Bunisi bu ham 32 lik, faqat gulidacha fasoni bor. Bunisi 20 ming so'm. Bu yonida esa 40 lik stoyka hisoblanadi. Bunimiz 25 ming so'm. Xo'p, keyingilarimiz, bularimiz 57 hisoblanadi. 57 stoykamiz 30 ming so'm. Bunimiz 76 hisoblanadi. 76 stoykamiz hop 45 ming so'm qilib beramiz. Bularimiz o'zimizning prostoy 5 ga 5 stoykamiz. Bunisi 40 ming so'm. Buni 6 ga 6 ham bo'ladi, 43 ming so'm bo'ladi 6 ga 6. Xo'p, bu qaytdagi fason stoykamiz. Bu yupqasi, buni qalini ham bo'ladi. Bu yupqasi 50 ming so'm, qalini 60 ming so'm. Xo'p, bunimiz 6 ga 6 ni yupqasi, bir stenka bo'ladi. Bularimiz 50 ming so'm bo'ladi. Tayyor kraskaga tayyorlangan, tozalab o'yilgan, cho'tkalab. Bunisi qalini bo'ladi, Xitoy qopqog'i bo'ladi. Stenkasi 1,5, 1,4 bo'ladi. Bularimiz 60 ming so'm qilib beramiz bulardagilar. Gullari bir tomon bo'ladi bularda. Bu endi qaytdagi fasonimizni gruntopga chachilgan holati. Bularimiz 80 ming so'm, 6 ga 6si. Bir xilda bo'ladi. Bo'ldi. Bundan keyingisi. Xo'p, bu gullarimizni ikkita tomonlama guli bo'ladi. Kraska chachilgan bo'ladi. Xo'p, bularimizni 130 ming so'm qilib beramiz. Keyingilarimiz xo'p, Eron gul deyiladi. Eron fason deyiladi. Alamen bo'ladi, tayligi, gullari alamen bo'ladi. Guli ikkita tomonlama bo'ladi. Bularimiz 130 ming so'm. Xo'p, keyingilarimiz, bularimiz tevasidagi mana bu joylari tunika bo'ladi. Bunisi tunika bo'ladi. Faqat masheti tushadigan joyi alamen bo'ladi. Qolgan joylari tunika bo'ladi. Guli ikkita tomonlama bo'ladi. Tayligi ham bo'ladi. Buning ichida bunimiz 130 ming so'm. Xo'p, bunimiz gibrid deyiladi. Bu gibrid, buni bu chashkalari alamen bo'ladi. Xo'p, mana bu yerlari alamen bo'ladi, tevalari alamen bo'ladi. Xo'p, gullari tunika bo'ladi, qonidagi. Ikkita tomonlama guli bo'ladi. Bunimizning narxi 140 ming so'm. Xo'p, bunimiz o'zimizning prostoy 8 ga 8 stoykamiz. Bunisi 75 ming so'm, stenkasi 1,4 bo'ladi, qalini bu ham ekan. Buni yupqasi bo'ladi. Keyin buni mana bu haytekka o'xshaydigani ham bo'ladi. Unisini ham narxi bir xil chiqaveradi, kraskasi. Xo'p, bu kraskaligimiz 100 ming so'm. Haytek fason tayligi ham ichida bo'ladi. Xo'p, keyingimiz bularimiz 160 ming so'm chiqadi. Ikkita tomonlama gul bo'ladi, ichida chashkasi bo'ladi. Xo'p, keyingilarimiz, bularimiz Eron fasonda 8 ga 8 tayligi, chashkalari alamen bo'ladi, gullari alamen bo'ladi, ikki yoqlama alamen guli bo'ladi. Bularimiz 150 ming qilib beramiz. Xo'p, keyingilarimiz, bularimiz tunikalik. Betlari tunika bo'ladi, faqat buneti qoppog'ini o'zi alamen bo'ladi, chashkasi bo'ladi pastida, ikkita tomonlama guli bo'ladi. Xo'p, bularimiz 160 ming so'm bo'ladi. Bularimiz shu fasonlik gulimiz, bunimiz 170 ming so'm. 170 ming so'm. Xo'p, keyingisi aka. Xo'p, bunimizni to'rov tomoni guli bo'ladi. Hamma yo'g'i alamen bo'ladi. Chashkalari, hamma yo'qlari alamen bo'ladi. Bularimiz 210 ming chiqadi. Shu rangli holatda esa 210 ming chiqadi. Endi bu 8 ga 8imizda gibrid varianti ham bo'ladi. Chashkasi alamen bo'ladi, tevasidagi qopqoqlari alamen bo'ladi. Unimiz 170 ming so'm chiqadi. Hozircha yangiliklar ham shular. Bular hammasini aytgan narxlarim donaga oluvchilarning narxlari. Agar soni, miqdori ko'proq bo'ladigan bo'lsa, optim oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga yana chegirmalarimiz, taqalarimiz bor. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz qo'yamiz. Manzilimiz Taxta bozori ro'parasida, Kamina Taxta bozorining ro'parasida. Kimga shunaqa narsalar zarur bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.